Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan bugun mana shu kichkina konforkachani ko'ramiz. Bu qanday ishlaydi, nima bilan ishlaydi? Faqat kichkina gaz balonda ishlaydimi yo kattasi gaz balonni ham ulab bo'ladimi, yo'qmi? Bularni hammasini bugun ko'ramiz. Keyin buni qayerda saqlash kerak? Kimlar uchun bu? Kimlar ishlatish kerak? Ko'rib chiqamiz bugun. Bo'lmasa boshladik. Bu o'zi mana shunday kichkina chamadonchada keladi. Akkuratni. İçini ochsangiz, mana shunday kichkina gaz balon. Konforkachasi bor. Konforkachasi bor. Buni ustida mana shunday yaxshi mustahkam lalichasi ham bor. Endi buni nima deydi? Lalicha deydimi yo padnischasi deydimi? Ishqilib shunaqa rushetkasi ham bor ustiga. O'zini rushetkasi radnoy. Xo'sh. Buni olamiz. Buni ham olamiz. Keyin suramiz. Korpus kerak emas hozir bizga. Xo'sh. Bu mana shunday turadi, mustahkam, baquvvat. Mana buni ustiga 10 litrlik satilda to'ldirib suv ham qo'yib ko'rdim. Uni ham ko'tardi, isitdi. Yaxshi, yomon emas. O'zi mana bu temirdan, bu korpusi ham temirdan. Bu yoqlari ham temirdan. Faqat mana bu yeri plasmasdan. Mana bu ruchkasi ham plasmasdan. Qolgan hamma joyi temirdan. Hamma joyi mana taglari. Mana bunisi alyuminiy qanaqa materialdan. Keyin bu yoqda o'zini zajgalkasi bor. Zajgalka bilan yonadi. Keyin bunga mana gaz baloncha ham qo'ysa bo'ladi. Mana shunday gaz baloncha qo'yasiz. Gaz balonchada ishlaydi. Gaz baloncha yetmasa keyin mana bunday mana ichkaridan ham ko'rsataman. Mana yoqqa ulangan ishlang. Mana shunday shlanka bilan mana bunaqa gaz balonga ham ulab bo'lsa bo'ladi. Bu bilan ham ancha ishlaydi. O'zini ichkarida kichkina gaz balonchasi bor. Bu gaz yo'q vaqtlarida turistichеский bu короче, turistlar uchun buni bilan mana shu konforkacha bilan cho'lgami yo sayohatgami chiqganda olib chiqsangiz bo'ladi o'zingiz bilan. Maza qilasiz. Zo'r narsa. Men ancha ishlatdim, anchadan beri ishlatyapman. Hali ham ishlayapti. Hozirgi uncha ishlatmayapman, lekin ishlatdim. Shofirlar uchun asqotadi bu narsa. Uzoq yo'lga chiqadigan shofirlar uchun, mashinada yashab qoladigan shofirlar uchun juda ham asqotadi, kerakli narsa. Ozgina ovqat bormi, ozgina choy qo'yasizmi, sirazi tayyor bo'ladi. Xo'sh. Bitta gaz baloncha, bu o'zimizning O'zbekiston pulida 20 ming so'mga oldim. 20 ming so'mga. 20 ming so'mga oldim. Ichida 200 gram gazi bor. 200 gram. Buni o'rnatish ham oddiy, oson, qiyin emas. Joyiga qo'yib o'rnatib olasiz. Joyiga qo'yib o'rnatib olgandan keyin mana buni qo'yasiz. Mana shuni tovlaysiz. Bo'ldi. Yondi ishlayapti. Ishlab turibdi. Mana gaz balonchasi ulangan. Bitta reduktori bor. Bitta reduktor bilan ham mana bu gaz baloncha mana bu kattasini ham ulab olsa bo'ladi. Ikkalasini ham bir vaqtni o'zida ulab qo'ysa, ulab ishlatsa bo'ladi. Farqi yo'q, zarar qilmaydi. Mana shunday. Oddiy gazcha ana. Hech qayerda hech narsa ulanmagan boshqa. Mana yonib turibdi. Kichkina. O'lchami 30 cm. Bundayligi где-то 25 cm. Men qo'lim 22 da o'zi. Qo'lim 22. 30 cm shunaqa. Bundayligi 25 da.
Buni o'zini chamadonchasi bo'ladi. Ishni bo'lgandan keyin, ishlatib bo'lganingizdan keyin sirasi yig'ishtirib, chamadonchaga solib qo'yasizda, yana ishingizga jo'nab ketaverasiz. Hozir buni bitta shlankasini chiqarib olaman, gaz balonini. Mana bu gaz balonini chiqarib olaman. Keyin o'zini yoqib ko'ramiz. Menimcha ichkaridagi gaz tugab qoldi. Hozir gaz balonni yechib oldim. Mana gaz balonni o'zi shlankasi отдельно turibdi. Yechib отдельно qo'ydim. Hozir ko'ramiz endi. Mana. Endi kengroq ochiladi. Oldin shlankasi bor edi. Shlanka mana bu yoqdan kiradi. Mana shu yerdan ulanadi. Shlankasi bor edi, xalaqit berib turadi. Endi da kansa ochiladi. Xola yana ko'tarsangiz yana pastroqqa ham tushadi. Bu mana bu gaz balonchanniki, gaz balonchaning krishkasi. Hozir faqat gaz balonchani o'zi turibdi. Gaz baloncha ham tugab qolay degan. Yoqib ko'ramiz endi. Mana yondi. Lekin o'chyapti, o'zi tugadi gaz. Buni gazi yo'q edi. O'zi. Bu mana shunday oddiy gaz balonchada ishlaydi. Endi buni gaz balonchada ishlashi ham ishlatishingizga qarab ko'pga yetmaydi. Shu 2 soat, 3 soat ishlatishingizga qarab ishlayveradi. Mana shunday yechib olinadi gaz balonchasi. Zo'r narsa, menga yoqdi. Men ishlatdim, anchadan beri ishlatyapman. Tavsiya qilaman xohlovchilarga, oladiganlarga. Olsangiz bo'ladi. Bitta mana shunaqa gaz balon qo'yasiz. Mana hozir gaz tugagan, hech narsa chiqmayapti. Mana o'chib qoldi.